Bugun karis qaynonam chesnok novdalaridan karischa salat qilishni o'rgatadilar. Chesnok novdasini yuvmasdan oldin shunaqa kichkina qilib kesib olamiz va suvga bir qoshiq tuz solib qaynatishga olib qo'yamiz. Suvimiz qaynab chiqqandan keyin chesnok novdalarini solib 30 sekundga ozginaga qaynatib olamiz. 30 sekunddan keyin muzdek suvda shunaqa qilib yaxshilab yuvib olamiz. Endi esa sousini tayyorlab olamiz. Quritilgan qalampir yoki paprikadan 3 qoshiq va qalampir pastasidan 2 qoshiq solsanglar yetadi. So'yuvli sousdan ham 2 qoshiq solamiz va 3 qoshiq suvdan ham solamiz va oxirida esa 3 qoshiq suyuq asaldan ham solsanglar juda ham mazali chiqadi. Tayyor bo'lgan sousimizni gazga qo'yib 1-2 minutda shunaqa qilib pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin ichiga chesnok novdalarini solib yaxshilab aralashtiramiz. 1-2 minutda tayyor bo'ladi. Yaxshilab aralashtirganingizdan keyin yeb ko'ring. Agar tuzi kam bo'ladigan bo'lsa, so'yuvli sousdan yana ozgina qo'shib olishingiz mumkin. Yaxshilab aralashtirib olganingizdan keyin oxirida kunjut yog'i bilan qovurilgan kunjut semichkalaridan ham ko'pgina sepolsanglar juda ham mazali chiqadi. Shunaqa qilib chesnok novdasidan tayyorlangan karischa salatimiz tayyor bo'ldi. Buni endi bemalol har xil ovqatlar bilan birga iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yoqimli ishtaha.